Kirdi chiqdi qanaqa bo'lyapti deganlar uchun mana shu videoni ko'rishni tavsiya qilaman do'stlar. Assalomu alaykum, hammalaringizga avvalambor. Hozir mana Qozog'iston chegarasiga kelib turibmiz. Mana Qozog'iston chegarasida biz xo'sh, 3 oydan keyin Rossiya qaytib kirgizmaydi, yo bo'lmasam bir marta kirgandan keyin qaytib chiqsang kira olmaysan degan har xil mish-mishlar yuraydi-ku o'zimizni shu musofir yurtdoshlarimiz orasida. Unaqa narsa emas. Hozir mana kirdi chiqdi bo'lyapti. Hozir odamlar shu pechatdan o'tib keladi. Orasida mana shu 3 oy to'lganlar ham bor, 3 oy to'lmaganlari ham bor Rossiyaga kirib kelganiga. Shuni hisobiga hozir sizlarga aytmoqchimanki, qo'rqmasdan kimdir hujjatga ulgurmagan bo'lsa yoki bo'lmasam bir necha kun hujjatlar o'tib ketgan bo'lsa ham bemalol kelib kirdi chiqdi qilishi mumkin. Kirdi chiqdi qilib kelib qaytib o'z ishlab turgan shaharga o'sha uchotga, ya'ni registratsiyaga qo'yayotgan paytingizda propiskaga o'sha jarimasini to'laysiz va yana o'sha hujjatlaringizni to'g'rilab, patent bo'lsa patent, xullas ish faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkin. Yana bir marta aytaman, mish-mishlarga ishonmanglar. Aniq borib kelib yurgan shofyorlar bo'ladimi yoki bo'lmasam borib kelib yurgan o'sha ishxonangizdagi tanishlarmi, umuman tanishlaringiz bo'ladimi? Telefon qilib, so'rab, hammasini bilib, keyin o'zlaringiz mana shu videoni aytilayotgan gaplarga ishonch hosil qilasizlar xullas. Biza endi hamma narsani ochiq-oydin aytib bo'lmaydi videoda. Bemalol kirib, chiqib, yana hujjatlaringizni to'g'rilashlaringiz mumkin. Ozgina hujjatlaringizni o'sha muddatdan o'tib ketgan bo'lsa, patent to'lov qilmagan bo'lsangizlar, даже o'sha patentlaringiz annuliruv bo'lgan bo'lsa ham, annuliruv bo'lgandan keyin shu 3 kun ichida kirdi chiqdi qilib, yana 90 kun Rossiyada bo'lishlaringiz mumkin do'stlar. Yaxshi videolarda yana yangiliklar bo'lsa aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.